Ko'plab kuzatuvchilarimiz bu mebellar qayerda, qanday tayyorlanadi deb so'rashadi. Bugun sizlarga shu savollarga javob berish maqsadida sex ichidan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatamiz. Qaysi texnikalarda ishlashimiz, nima uchun sifat farq qilishi va har bir buyurtmani mukammal chiqishini ko'rib chiqamiz. Sifatli mebel tasodifan yaratilmaydi. U aniqlik, texnologiya va har bir millimetrda aniqlikni talab qiladi. Bizning ishlab chiqarishda ham CNC rotor 2130 modeli ishlatiladi. Bu zamonaviy raqamli kesish stanogi bo'lib, u yog'ochni inson qo'lidan ko'ra aniq o'lchaydi. Har bir teshik burchaklar va kesmalar millimetrgacha to'g'ri bo'ladi. SCM Olympic K560 texnikamiz esa mebel chetlarini issiqlik va bosim bilan yopishtiradi. Shunday aniqlikda ishlaydiki, qo'l bilan tekshirsangiz ham qirrasini seza olmaysiz. Natijada esa mukammal silliqlik, mustahkamlik va yillar davomida shaklini yo'qotmaydigan mebel tayyor bo'ladi. Shuning uchun bizning mebellar bir-biriga mukammal darajada mos tushadi. Chetlari silliq, shakli esa ideal. Bu texnika tufayli har bir buyum zavod darajasidagi aniqlikda, lekin qo'l mehnatining samimiyligi bilan yaratiladi.